Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 2 mart 2025-yil do'konimiz oldiga 11 tup tol ekdik salqin qilishga. Shu bu yoqqa o'tgan shu xalqimiz shida bir dam olib bir salqinda o'tirib ketsa bizga ham savob tegib qolardi. O'zbekiston yashil makoniga biz ham bir yordamlik hissamiz qo'shilsin degan ma'noda do'konimizni oldiga ekdik, uyimizni oldiga ko'karishini birgalikda ko'ramiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, ekkan tol ko'chatlarimiz, tol xodalarimiz ko'karishni boshladi. Mana bugun tol xodalarimizni ekib qo'yganimizga 9 kun bo'ldi. 9-kunda mana sekin ko'karishni boshladi, xudo xolasa. Yam-yashil bo'lguncha ko'ramiz necha kun vaqt ketadi, ha. Xullas mana shu yerga 11 tup ekkanmiz. Ko'ramiz birgalikda. Mana do'stlar, ekkan tollarimiz 1,5 oy deganda mana shunaqa yashnab ko'karib chiroyli holatga keldi. Mana o'sha tollar 11 tup ekuvdim 1,5 oyda mana shu holat. Xudo xolasa yana ko'rsatamiz. Mana shu tolni xitoyliklarga o'xshab shu ko'tarib uchun naves qilmoqchimiz, xudo xolasa. Yoqam bo'lsa like, sog' bo'lasizlar.